Ish qidirib yurgan aka opa singilarimizga ajoyib xushxabar. Bizda srochno 500 ta odam kerak 5 ta skaladga. Bu skaladlar qayerda joylashgan? Birinchisi Domodedovo, город Domodedovo, ikkinchisi город Podolsk, uchinchisi город Pushkino, to'rtinchisi город Chexov, beshinchisi город Solnechnogorsk. Ko'rabsizlar, 5 ta viloyatda, Rossiyaning 5 ta viloyatida, hammasi Moskva oblastida ish vakansiyasi ochildi. Obsho 500 ta odam uchun. Shunday ekan, mana shu videoni maksimal like bosib, podelitsa qilinglar. Hamma musofirda ish qidirib yurgan aka opa singilamiz mana shu video orqali bugun albatta ishlik bo'lishadi. Bu ish nima, qayerda, qanaqa ishligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ramiz. Albatta, video bilan tanishib chiqib, ekranda nomerlar chiqadi, tezda telefon qilishni boshlaymiz. Demak, bugungi yangiligimizni boshladik. Registratsiya qilishga ulgurmagan bo'lsangiz yoki deport zapretingiz bormi, buni tekshirmoqchimisiz yoki Trudodagor o'zimliklar xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. +7964 745 11 11 raqamlarga Avaz akamizga aloqaga chiqsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan 3 oy turib bazada turadigan eng ishonchli va kafolatli registratsiya xizmati, deport zapret tekshirish xizmati, Trudodagor o'zimliklar hamma xizmatlarni sizlarga qilib Mana hurmatli do'stlar, eng birinchi ko'rsatib o'tay, yotoqxonadagi, oshxonadagi sharoitlarni o'zingizlar mana rasm holatda bo'lsa ham ko'rishingiz mumkin. Hamma joyda shunaqa ish usloviyalar, ya'ni yotoq joylari, yotoqxonadagi jihozlar, oshxonadagi jihozlar, ovqatlanish joylari, hammasi yangitdan jihozlangan, hamma sharoitlar bor. Ishxonani o'zi esa skaladlar mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni shu akalarimiz, opalarimizga o'xshab skaladning ichida tovar yig'ish bilan shug'ullanasizlar. Buni itak hamma biladi, menimcha, hamma ko'rgan skaladda nima ish qilinish kerakligini. Ya'ni o'sha TSD yordamida mana shunaqa korobkalarda tovarlarni yig'ish kerak, sortirovka, upakovka ishlari, mana shunaqa ish. Xullas, hamma bu ishni qo'lidan keladi. Faqat borish kerak, ko'rish kerak, ishlash kerak, soqqani qilish kerak bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib bor ekan aziz obunachilarimiz. Hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun dushanba tongi bilan sizlarga ajoyib xushxabarlarimizni yetkazishni boshlaymiz. Demak, bizda yana ish bor. Skaladda, issiq skaladda Moskovskiy oblast territoriyasi bo'yicha bo'ladi. Moskovskiy oblastda aytib o'tganimdek, sanab o'tganimdek, o'sha skaladlar Podolskda, Solnechnogorskda, Pushkinoda, Domodedovoda, Chexovda skaladlarimizda obsho vakansiyalar ochilgan. 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan, faqat ofitsialniy ish. Оформление трудовой договор kompaniya hammasi kompaniya nomidan. Ya'niki bez dokument olinmaydi, faqat Moskva oblast dokumenti bor aka opa singilamiz, tezda ekranda nomerga telefon qilaveramiz. Bu ruskiy firma, kompaniya Okstav, ya'ni men shaxsan o'zim ishlagan bu kompaniya. Shuning uchun men aytamanki, bemalol puliga aldamaydi. Bu Telegram gruppasi ham bormi? Ya'ni Okstav kompaniyani o'zining shaxsiy Telegram gruppasi bor. Yangi vakansiyalarni Zuhriddin kuzatib borishimiz mumkinmi deganlarga, ha, kommentariyaga tushsanglar, birinchida kommentariyasini zakribet qilib qo'yganman. Telegram gruppasi, o'sha joyga o'tib, mana shu men aytayotgan vakansiyalar bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin yoki o'sha joyi generalniy direktori bilan ham bemalol o'zingizlar muloqot qilishinglar mumkin. Albatta rus tilini bilsalar agar. Mana sizlarga shans. Ya'niki bu kompaniyani ochiq kompaniya, ya'niki hamma xohlagan narsasini bu kompaniya haqida bilishi mumkin. Shuning uchun mana shu kompaniyaga ish chiqyaptimi, bemalol borsangiz bo'ladi. Bu ishimiz, xo'p, skaladlarda hammasi bir xil skalad. Mana video jarayonida ko'rishingiz mumkin. Mana rasm holati ham, video holati ham qo'yib qo'ydim. Misol uchun qaysidir Domodedovdagi skaladdan, Solnechnogorskdagi skaladdan hammasidan bir yig'ib qo'yib qo'yganman. Shtobi ko'zingizlar ko'rib, haqiqatan ishonishinglar uchun. Bu ishimizga erkaklar 18 yoshdan 45 yoshgacha hozirgi kunda kerak. Rus tilidan понимание bo'lish kerak. Chunki bu yerda hech qanaqa o'zbek yo'q, ya'ni посредник degan narsa yo'q. Ikkita nomer turibdi, Tatyana bilan Olga. Chunki bular faqat ruskiy, faqat ruscha tushunadi, o'zbekcha tushunmaydi. O'zbekistondan kelsa bo'lmaydi, Tojikiston, Qirg'izistondan kelsa bo'lmaydi. Faqat Rossiyaning Moskovskiy oblast territoriyasida yurgan, qo'lida Moskovskiy oblast patenti bor aka singillarimiz ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Bog'lanib, bu ish haqida to'liq batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Skaladda ish объемga, hozir hamma skalad объемga o'tib ketgan. Bular ham o'sha qatori объемlik ishlaydi. Har hafta 5000 rubldan emas, yotog'i beradi, kvartiralar, borib kelish tekin, forma beradi, registratsiya qilib beradi. Ya'ni kompaniya tomonidan juda ko'p qulayliklar bor. Bu qulayliklarni yanada o'tashlik qilish uchun bu haqida to'liq bilmoqchi bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Chunki qaysidir obyektda yotoqxona pulli bo'lib qolishi mumkin yoki registratsiya pulli bo'lib qolishi mumkin yoki hamma narsa bepul bo'lishi mumkin. Shuning uchun
5 ta skaladda qaysi biri yoqsa, shunga manzil bo'yicha aytsanglar, o'sha joy to'liq ma'lumotni berib o'tadi. Men общий hammasini aytib o'tsam, hozir video 20 minutga cho'zilib ketadi. O'shaning uchun qisqacha qilib aytyapman. Общий yotoq beradi, registratsiya qilib beradi, forma beradi, yana transport borib kelish mutlaqo tekin. Oyligi 1 oyda 2 marta, har hafta 5000 rubl emas, ish chista obyomga degandan keyin smenasi misol uchun oylik sifatida olgan bo'lsa 110 mingdan 170 ming, 180 ming rublgacha ishlab topish mumkin. Ya'niki minimum kuniga 3,5 ming, 4 ming rubldan ishlab topishingiz mumkin. Bu yog'i 6 ming, 7 mingga qarab ketaveradi. Bu o'zingizning tezligingizga, optingizga bog'liq. Ish shu har doimgidek skaladda tezda yordamda komplektatsiya ishlarini amalga oshirish xolos. Yana mana shu ish 12 soat ish, 1 soat obed. Dam olish kunlari chiqqan kuningiz, dam olgan kuningiz oylik yozilmaydi, qolgan kunlari oylik yozilib ketaveradi. Mana shunaqa ish. Bu aytib o'tgandek juda ko'p odamni o'zini bag'riga sig'dira oladi bu kompaniya. Shuning uchun tezda ekrandagi nomerga ishsiz bo'lsangiz, ekrandagi nomerga mana hozir telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApplari ham bor, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Albatta Zuhurdin Musofir kanalidan deb qo'ysanglar, sizlarga to'liq lokatsiyalargacha tashab berishadi. Borasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa qaddinglarni olib ishlayverasizlar. Mana shunaqa ajoyib yangiliklarda, albatta bunaqa yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun albatta Zuhurdin Musofir kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Hamda videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, foydaga qilib, barcha Telegram, WhatsApp guruhlariga shu videolarimizni tarqatib qo'yasizlar. Shunda manfaatli bo'ladi. Chunki bu video orqali biz maksimal darajada odamlarni ishni qilishga harakat qilyapmiz va bundan keyin ham harakat qilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhurdin Musofir bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha hammaga xayr. Kuninglar xayrli o'tsin.